Hammaga assalomu alaykum. O'sha aytgan vokzaldagi kvartiraning obzorini bugun polni qo'yamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, like, kommentariyni bosib tashlang. Shunday kirganda men bu yoqqa zal, katta zal, remontini ham shunday qilganki, odamning ko'nglini qismaydigan svetlardan foydalanadi. Mana bular mana. Neobычный mana bular. Svetli kraskalardan foydalanganmiz. Hammasida svetli. Mana konditsionerni ham ko'rsatib keting. Shuni двойной qildim men. Uzun yo'q edi, bundoq turbali qo'ydi. Buzib, boshqatdan mana shunaqa skriti qilib, chotka qilib o'rnatib berdi. Tashqaridan qarang, balkonchaga chiqasiz. O balkonchalarni ham kafe qildik biz. Chotka qilib berdik. Keyingi xonaga o'tamiz. Keyingi xona kuxnya bo'ladi. Tez keling. Shunday kelasiz. Birinchi polga ko'zingiz tushadi. Shunday ramka, mana shunday ramka. Qimmat kafe yopishtirilgan. Xitoynikini, Xitoy ham originaldan lustralar, podsvetkalar, karnizlar, shkof, mebel, texnika. Mana bu yerda nima deb o'ylaysiz? Nima deb o'ylaysiz? Bu yerda hamma narsa tayyor bo'lgan. Mana. Bunda o'xsa hammasi tayyor. Kelib yashaydi. Kuxnyadan shunday chiqasiz mana bu yoqqa. Katta hol joylashgan, televizor qo'yadi, bu yoqqa mягкий bo'ladi. Keyin mягкийda o'tirasiz, televizorda kinoni ko'rasiz, uyga kirasiz, spalniga. Mana spalni. Katta, keng, hamma narsa tayyor, pardasi yaqinda bo'ladi. Bu yerdan u переборщик qilmagan. Remont qanaqa chiqqan? Fikrlaringizni kommentariyga yozib ketasizlar. Mana bu yoqqa dushovoy zona bo'lgan, dushovoy. Dushovoy ham cho'tki. Ha, mashu xatomi deb o'ylayman. Hozir oyo qanaqa chiqqan? Mana suv chiqmasin deb mana bunaqa narsalardan foydalangan. Sal qimirlayapti, ustoga aytamiz. To'g'rilab beradi. Lekin kafelchalar, fuga hammasi originaldan bo'lgan. Bu yoqda spalnini ko'rsataman. Mana yana bitta detskimiz. Sveti nejni chiqqan. Laminat oldin oq urardik, hozir mana shunaqa taxtaga o'xshab ketyapti. Baribir taxta ekan, shunaqa svetlar hammaga yoqyapti. Mana devorning kraskasi karniz bilan bir xil bo'lgan, karniz oppoq emas, boshqacha bo'lgan. Keyingisini ko'ramiz. Bu yoq ham xuddi shunaqa. Mana televizorning tagini, televizorning mana bunaqa mebeldan qilib bergan. Rangi boshqacha buni. Detski bo'lgani uchun. Plintuslar polni MDF bo'lgan. Eshik bilan rangi bir xil, o'sha uchun bir xil chiqyapti. Xullas, remont qanaqa chiqqan? Fikrlaringizni kommentariyga yozib ketinglar. Bizlar yana ishlab ketaveramiz. Yaxshi chiqqan, yomon chiqqan, misol sveti yaxshi, yomon. Qanaqa chiqqan bo'lsa, fikrni kommentariyga yozib ketinglar. Hammaga rahmat. Like bosib qo'ying.